Bungi videoda masalan chaqirib bungi videoda men uy quraman. Ana-ku. Bu meni yangi skin o'zim yaratdim. Ortiq bunday. Unda qani bu to'xtaydi. Ularni nima aytmoqchiman, lekin aytmadim. Minecraftda moblarni chizamiz. Bugun birinchi zombi chizaman. Keyin nima chizishimni aytib yozib ketinglar. Menga bunday svet, ya'ni svet nima derdi? Mayli, baribir. 1 2 1 2 3 ana bo'ldi. Endi menga bunday ko'kslar kerak bo'ladi. Shunaqa edi. Keyingi videoda nima yozishimni, nima yasashimni kommentga yozib ketinglar. Birinchi bo'lib zombi. Chunki zombi eng asosiylaridan biri Minecraftda ko'p ishlatiladigan mob. Ya'ni o'ldirishni qiyin hammas, oson hammas. Endi normalniy. Ko'p odam zombini yoqtiradi. Menga ham zombi yo'q, ayniqsa Minecraftda. Chunki odamlarga mayli, masalan, creeper odamga yaqinlashib portlab yuboradi. Masalan, skeleton yoniga borib bo'lmaydi, otaveradi. Enderman ortingda paydo bo'lib uraveradi. Ko'p hayvonlar shunga o'xshaydi. Moblar, lekin zombi yoniga kelib uradi. O'rgimchak tez yugurib yoningga kelib qoladi. Sen bir narsani olaman degan o'rgimchak seni o'ldirib qo'ygan bo'ladi. Keyingida YouTube'ni rasmini chizsammikan deb turibman. Aytmoqchi, faqatgina moblar emas. Masalan, Roblox rasmini yasasam bo'ladi. Bundan keyingi video aslida moblarni yasaymiz emas, aslida chizamish bo'lish kerak edi. Bir necha sabablarga ko'ra videoni boshqacha qildim. O'zgartdim, ya'ni. Bir narsa ochmoqchi edim, lekin teng bo'lib turgan ekan. Do'stlar, maktab tugadi, 25-may keldi. Ura deyaptilar ko'p. Lekin men afsuski menga maktabning bir yeri yoqardi, faqatgina bitta yeri. Chunki unda do'stlaring bo'ladi. Yoqmaysa maktabdan qaytib yoki borib uyda telefon chiqargandan ko'ra o'ynagani yaxshi. Masalan, do'stlaringizning bir nechtasi boshqa yoqda yashashi mumkin. Masalan, mening ham do'stlarim boshqa yoqlarda, uzoq yoqlarda yashaydi ko'pi. Masalan, kattani bilan aytsak, u yaqin edi, lekin otasining uyiga ketib qoldi. Tezroq qursam, tezroq bo'lardim. Video ko'p minut bo'lib ketadi hozir. Bolalar yomonlashib bo'lmaydi.
Çünkü sizlar menga shuncha obuna unday ketmaydi. Tezroq qursam tezroq bo'lardim. Bo'ldimi? Yaxshiroq tovush chiqyaptimi do'stlar, yozib ketamiz. Yaxshi chiqmayotgan bo'lsa kechirasizlar. Hozirroq. Endicha do'stlar yaxshimi yozib ketamiz. Men bu yerga zombicha so'qamiz. Miya so'qamiz zombicha. Aqli ko'p zombini. Aqlchasi ko'p. Mana bu yerda nechta jun bo'lsa shuncha aqli. Nechta qo'ygansan edi shunda. Aqli ham shuncha. Shuning 100 turi bo'ladi. Mana bunday ko'rdinglarmi? Zombi yotgan. Boshida ko'p aqli bor. Mana bizani kaldiramiz. Men kal. Ko'zini yasashni unutibman. Tezroq esa borayli. Mana bizning kallamiz tayyor. Bir nigirchamiz tayyor endi. İkinci nigircha qanday bo'lsin? Yozib ketamiz. İkinci nigirchani yutib bo'ladi. Albatta qizil. Moblardan yoki yaratuvchilarmi yoki Minecraft o'yinlarmi yoki ilovalarmi yozib ketamiz qanday bu? Tez. Ko'p minut ketib qolyapti. Buradim. Endi soch qo'ygandan keyin sal-pal o'xshaydi demoqchi edim. Lekin menikini ko'zi tepa bo'ldi. Menimcha buning o'rniga bu yerga qo'yish kerak. Mana o'xshadi. Bu ikkita bo'lib ketibdi. 3 ta qilamiz. 4 ta qildi mana. Söyleme bakalım. Nerede söyleme yapsam nerede? Hoş söylesem ağzım toplamaydı. Tişime. Ana yüreğe buning. Zombimiz o'xshadimi? Voy neger zombi. Hozir ben bu ko'rib turgan zombilaringiz aslida odam bo'lgan va zombiga aylanib ketgan.
Nima so'qyapsan, nima yasayapsan deganlarga xos ko'rasiz. Jasur professional. Mana sizlarga. Mana bunga video shuni tugadi. Hammaga xayr. 1 2 3 video tugadi.